Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anlatildi. Qo'lchi gimnaziyasiga muallim bo'lib kelgani uning jazolangani. U nima uchun jazolanganini bilmaydi. Ürümçi Darul Muallimin maktabidan nima uchun 1939-yili Ili gimnaziyasiga yetkilib keldi. Mana hozir bu yerda har bir kuni dakki-dukki ichida o'tmoqda. Dadasi Mahmud Sejanga Yingjang bo'lgani uchunmi? Yoki o'zi Toshkentda O'rta Osiyo davlatlik universiteti yanidagi ma'muriy huquq fakultetida 2 yil o'qib, marksizm, leninizm o'rganib olganlik uchunmi? Yoki gimnaziyada uning ta'siri bilan Nuriga o'xshash o'quvchilar qo'llari qurol elib, xalqni zulmdan qutuldirishga jon fido qilganlik uchunmi? Muallim o'quvchilariga nimalarni demaydi? O'zining inson, turmush va istiqbol to'g'risidagi yengilliklarini o'quvchilarga demay kimga deydi? Hammali ishda xalq tarafida turish, xalqning orzusini o'zining kurash nishoni qilish, haqiqat va go'zal hayotga o'z xalqini undash va shular uchun kurash qilishga ilhomlantirish degandek zamon xohlaydigan so'zlarni fizika, matematika darslarining oraliqlarida demsa u qanday muallim bo'la oladi? Turpan shahrining g'arbidagi Yarg'ul atrofida to'pilri qizil va qattiq 5 bo'lim yesada 21 jon bir kichkina uyda yashaydigan Namratning bolasi. Bir chetdan shahar sirtidagi Asqar Hoji Karisdan eshak bilan suv to'shib setib, pul tepib, bir chetdan opasining inilari bilan boshlang'ich maktabda o'qib yurib, Letip apandimdan latincha yozishni o'rganib olgan g'ayratlik, idroklik bola xalqqa o'zini beg'ishlashni o'rganmay, Namratlarga yaxshi kun tilamay tura olaydimi? 1935-yili Qashqarda Mahmud Sejangning yordamida Toshkentda o'qishga imtihon berganda, uning ashu latincha yozishini bilgani toza asqatgan. U Toshkentga berib, bu dunyoda rohat farog'at deganning borligini ko'rdi. Namratlarning bolalarimo kostyum burulka, palto kiyib yarishaveradiganligini, bir tiyin xajlamaymo kuniga 4 vaqt tomoq yeyalaydiganligini ko'rib, Sovet sotsializm davlatiga chin qalbidan aqida bog'ladi. Atdiganligi bulka, süt, varinilar, tushda qo'ldama, ugri osh, kotlet, kapust sho'rpisi, ko'ktat sho'rpisi degan tamoqlar bilan o'zi xilnish, 5 bo'lim yesida non bilan g'izolanib o'rganib olgan bola uchun bir karomat emasmidi? Sim karvat, yotgan ko'rpalar, haftada bir yo'tkilib turadigan plastina, kirliklar, kiyimlarini bekorga yuvib berishlari uchun. Uning maxsus 182 nomerlik mulozimat sanduqi bor edi. Uning hamma ishi shu nomer bilan putatdi. Har oyda shuncha ko'p pul oylik berishlari uchun texi. Shindobanning hozir beradigan oyligimi uningga yetmaydi-da. O'zini shundoq e'tiborlab emgakchining bolasi deb beshiga ko'targan Sovet davlatini u nimish qilmoqdimisin? U hammani o'yladi, selishtirdi. Turpanning 2 kilometrga so'zilgan usti bo'ri bilan yepiqliq bozorida yalang'och degidek o'ltiradigan Janubiy Shinjongdan chiqqan devonlar kashkirgicha Turpanning cho'g'dak issiq havosida kuyib, tuxum ko'miz pishadigan to'pliqni dastlab yurib, suv to'shib, o'tin setib qo'rsqini oralib baqalaydigan Namratlar har vaqt tamqida uning ustida oldida paydo bo'ladi. Ularni odam Analari ingalab tug'ilganda ularni pokiz suvda yuyib, bag'riga besib, xushal bo'lib, baxtim bu dunyo degan. Lekin ular baxt bilan uchrasha olmadi. Balki umr bo'yi uchrasha olmadi. Shundaqlarning baxti uchun tirishishning nimasi yomon ekan? Ili gimnaziyasi bir mahal marksizm, leninizmning tashviqot o'rniga aylanganda, o'qituvchilardan bu bilimni bilmaganlar nadan qaloq hisoblangan. Mana endi ashu nadonlar e'tiborlanmoqda. Markiz, Leninning rasmlari, kitoblarmi cheklandi. Uni e'tiborlig'ichilar mana hozir tahdid ostida.
Mana bayatın beri tantarbiya maydonining cho'risidagi yog'och bandingda o'ltirib xiyol surayotgan turpanliq yigit Toshkentchi muallim Sattar Sadirov o'rnidan turdi. Asma mayka kiygan tantarbiya muallimi qo'liga voleybol to'pni elib olib, hijiyib uning oldiga kelmoqda. Sadirov uning bilan ko'z uchrashtirishdimi jinoyat hisoblaydi. Chunki uning kasobatidan gimnaziyaning eng yaxshi o'quvchilari hozir turmada, na'nalarda sargardon. Sadirov, dedi u hijib yiqillab. Ta'tilni nada o'tkazmoqchisiz? Tekasda, dedi u so'g'uqli qilib. Anglasam, xonaqay tarafga avliyo cho'qib chiqib dam olg'udaksiz-g'o. Quloqingiz bak uzunkan-g'o. Men atili tekasga boraman. Xatolashib, Xonixayning yo'lida izchilik qilib yurmang-da. Meni desangiz, yilqiga o'quvchilaringizning yeniga chiqing Sadirov. Siz menga ta'na qilg'il turdingiz-g'o. Men bir tantarbiya muallimi, xalqning badan qurilishini yaxshilash mening orzuyim. Badan turmidi yaxshilanmaydi-da. Anglab qo'ying. Germanlar kayni-kaynidan mag'lub bo'lib chekingili turdi. Yapon paraxodlarini Amerika havo armiyasi dengizga cho'ktirmoqda. Haqqoniyat hamma joyda g'olib kelmoqda. Nim demakchi Sadirov? Nuriddin apu so'rang demakchimisiz? Bir obdan o'qiyotgan bolalar puturdigan chaqda turmay kirsa, tog'larda qechib yursa, har bir vijdon egisining ichi echishidi demakchiman. Siz meni vijdonsiz demakchiman? Men undaq demagandim-a? Gapingizda shu ma'no bor, apandim. Sizning burmalash mahoratingiz, voleybolda pas chiqarish mahoratingizdan nurg'un yuqori ekan. Egiz qamlashgan qarqash yigit sirtqa oldirib yurib ketdi. Eli gimnaziyasi to'tko'chining do'qmishiga joylashgan. G'arbga ketgan yo'li Novrigord, ya'ni 1920-yildan keyin ruslar, tatarlar va ba'zi Uyg'ur o'zbek boylari tartib barpo qilgan mahalla. Bu ko'cha Van Qadir beg'iga berib taqiladi. Sadirov mush yo'l bilan bag'chiga berib, har kuni attiganligi yugurib chiniqadi. Gimnaziyaning sharqiy yog'och ko'rikdan o'tsangizlar, G'o'jadagi eng chong zavod Shinsay paychilarga tayinib soldirgan un zavodi bilan elektr stansiyasi. Gimnaziyaning janub biqinida Ili Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz klubi bor. Bu yerda 1933-yildan 1940-yilgacha sanoyi nafisa qurilib, nurg'un daramolar o'ynalgan. Nurg'un talant egillari o'z mahoratlarini ko'rsatgan. Bulubmu Ihsoqbek Lujang Qozoq Qirg'iz uyushmasining boshlig'i bo'lib kelgandan keyin ma'arif va san'at xilma-xil kurjiklar gullanib ketgan. Uzun yillik nodonlik, qaqshoqlik va nomratlikning dardini tortgan eli xalqi yangi maktab, san'at va madaniyatning boshqa sohalari bilan uchrashish davriga Shindobanga chin dilidan rahmat aytishgan edi. Mana hozir bu gullikka ushib tegdi. Bergilar qurib, g'unchalar solashdi. Gimnaziyaning eng yaxshi o'qituvchilari turmalarga solandi. Eng yaxshi o'quvchilari xonavayron izdiraysiz. Vahimadan qutulish uchun birlik yo'l qoldi. Sovet ittifoqi qichish. Sadirov egiz teraklar tuvida o'ynaqshib eqiyotgan suvni yaqlab ketib berib, tegiyu xiyol dengizda o'zmoqda edi. U Sovet ittifoqiga butun ixlosi bilan berilgan sotsializm, kommunizm aqidasi uning vujudidan cho'nqur o'rin olgan. Kimiki bu aqidaga qarshi turadi ekan, u insoniyatning o'rtaq dushmani deb qaraydigan, o'zi bu aqidasini texnik cho'nqurlashtirish, uning mevasini ko'rish uchun butun vujudi bilan o'rganish, fikr qilishga berilgan yigit edi. U kundalik Shinjang gazetining xalqaro batlarini o'qib, dunyoda bo'layotgan voqealarni yodga bilatdi. Hozir Sovet armiyasi Germaniya armiyasini chekindirib naga bordi. Tinch okeanda Filippin, Vyetnam, Janubiy Hindistonda Jungu tuproqida bo'layotgan so'qishlar, Moskvadagi tashqi ishlar ministrlari yig'ini, hatto Shinjongda har kuni bo'layotgan ishlar. Masalan, Gomindangning Shinjongga qo'l tiqishi, Shinsayning kundan kunga g'oljirlashib, Sovet ittifoqi Jungu kompartiyasiga qarshi elib berayotgan harakatlarini to'liq bilan o'zlashtirib bormoqda edi.
u qanday qilib xalqni tashkillab, Sovet ittifoqidan yordam olib, Shinsay hokimiyatini og'dirish uchun qurolli qo'zg'olon ko'targili bo'lar ekan degan masalada yaqinlar bilan doim sirdishatdi. Lekin u kamso'z, eg'ir besiq, ehtiyotchan yigit bo'lg'achqa o'z g'azabini o'ng'ayliqcha oshkorlamaydi. Bugun o'zining so'yimlik o'quvchilariga ziyonkashlik qilgan jasus oldida o'z g'azabini yo'shirolmay bir necha eg'iz qattiq gap qilib aytdi. Mana u hozir andishida. U biri bilan qanday qilish kerak degan ish bilan maslahatlashmoqchi. Kim bilan? Uning yodiga Abdukerim Abbasov, Rahimjon Sabir Hoji, Anvar Musabayevlar keldi. Ular bilan Uyg'ur uyushmasi tunishib qolgan. Ular Sadrov bilan fikrdosh edi. Bir qatim Sadrov Abbasovning imkon bo'lsa Bolsheviklar partiyasiga yoki Jungo kommunistik partiyasiga a'zo bo'lib kiratdim deganini anglab qolgan. Rahimjonning xalqni qo'zg'asaqla Shinsayni cho'qim og'dira olamiz deganini. Anvar Musabayevning xalq qo'zg'alsa men 2-3 ming odamni eng yaxshi miltiq, pulemyot bilan qurollantira olmayman. Zarur tepilsa tanka, aeroplanlarni setib olishga tayyorman. Vassim kasamayli milliy zulmdan qutulsaqli bo'ladi degan so'zlarini yodiga saqlagan. Qaysiga berish kerak? Ularning uchchilislar boy balanlari. Boy balanlarning so'zlariga ishinib ketgili bo'larmi deb o'yladi u. Uning yodiga birdanla burma kun bo'lgan bir ish keldi. Gimnaziyada Yaqub Poch ismli bir o'quvchi putidagi saqaymas tamratkisini tengib etib, po'chilik qilib, eliq chaqda ushquchilar bilan elishayotganda men bor edim. Shu chaqda putimga o'q tekkan, texich saqaymidi degan. Atsila uni tutqili odam kelgan. Uni voleybol maydonida 2 saqchi tutib ketgan. O'quvchilar saqchilar bilan jidallashgan. Muallimlar aralasha olmagan. Shu chaqda maktab darizalariga aynak qo'yib yurgan aynakchi saqchilarni chetga tortib, bir nima bilan deb bir narsa bergan. Saqchilar varqirab tillab popoz qilib qo'yib ketib qolgan. Sadrov aynakchining yeniga bordi. "Aka", dedi u o'ngib ketgan qora terikidan shim tujurka. Beshiga eski bo'k kiyib olgan qora qumchoq, qansharliq, so'l ko'zi sal qisqiroq odamga muloyimlik bilan. "Ularga nima dedingiz? O'ng'ayli eritib aytdingiz-ku." "Yaxshi gap qildim. Qanzochi beramsiz?" "Ruscha so'zladim." "Ularning ruscha biladiganini siz nerdan bilasiz?" "Ruscha so'zlar saqchilar uchun yangi moda. So'zlaganligingiz uchun qo'yib atmagandi. Bir oylik tapovatimni yanchiqqa soldim. Har bir chatoqchiga bir oyligingizni xajlasangiz, o'zingiz yigidek nong'im eshinolmaysiz jumon. Uningsizmi xalq ochyalinga chiqib, sizlar apandilar non uchun kurash, sotsializm uchun kurash degan so'zni qandoq shariylaysiz ekan tang? Meningcha u so'zning ma'nosi kurash qilmasang namratlikdan qutula olmaysan degan bo'ladi. Ondan keyin u rus she'r o'qidi. Maykovskiyning she'ri-ku, dedi Sadrov hayron qilib. Adabiyot qiziq ekansiz, a? Siz ruscha nima degan? Sagoda. Balli, sovuqda chiqib qoldik. Men bu Sagoda bo'lganman. Ha, keyinchi. Keyin u mursin chiqarib qo'ydi. Bu harakatdan Sadrov nurg'un ma'nolarni tushundi. U "Ismingiz nima?" deb so'radi. "Qosimi desangiz bo'ladi. Do'st bo'laylik. Mening ismim Sattar, familiyam Sadrov, Turponliqman. 3 yilning oldida surgun qilinib, Urumchidan bu yerga kelgan. Men surgunlarga amroq. Leninmi, Stalinmi surgun qilingan. Surgun qilinish sizda nafrat, g'azab paydo qiladi. G'azab nafrat qimmatlik boyliq bo'libmi hozir?" Ular billa tushlik tomoq yedi. Nachar kiyingan, qo'llari qadoq, kamso'z, lekin har bir so'zi kishiga ta'sir qoldira oladigan, texi 30 ga kirmagan bo'lsa-mu, eg'ir emgak, qiyin turmush, uning chiroyini 40 yoshlik odamdek qilib qo'ygan bu oddiy odam birdan Sadrovda buyuk inson bo'lib tuyulishga boshladi. U odam o'zining beshidan o'tganlarini qisqina qilib so'zlab berdi. U Sadrovdan 4 yosh cho'ng ekan. Bu yil 28 yoshga kiribdi. İsmi Ahmetcan ekan. 1914-yili Mush shahrida tug'ilibdi. Dadasi
Nadir Mahmud yaxshi soz ekan. Yog'ochchilik, mo'zdozlik, kesikchilik qila oladi ekan. Qasimi dadasining naqsha cho'chaklariga to'limi qiziqadi ekan. Har kuni uxlash oldida dadasining bo'yniga o'ng qo'lini selib, o'ng putini dadasining qo'rsqiga artib olib, hikoya aytib bera amdi deydi ekan. Dadasining hikoyasi onasining allaylardimi qaltis ta'sir qiladi ekan. U shu cho'chaklarning sirliq voqealarini anglab yetib uxlab qoladi ekan. 1920-yili uning dadasini Uyg'ur boylari lukchaklariga o'rg'izib o'ltirib yetibdi ekan. 6 yoshlik bolaning yuragida zamon zo'migarlariga qattiq nafrat paydo bo'lib, vujudidan qisos o'ti yalqinlaydi ekan. Uning hadisimi yo'qsizchilik dardida o'pka kesili bo'lib, yosh turib o'lib ketibdi ekan. U tag'asi Umar Qosimning igidorchiligida boshlang'ich maktabda o'qiydi ekan. Tag'asi Umar Qosimi Toshkentda sanoat institutini tugatgan ekan. Bu yerda boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qiladi ekan. U o'ziga va hadisi Sharvonamning yolg'iz o'g'liga istiqbol izlab, oxiri Sovet ittifoqining Yarkand shahriga ketadi ekan. Qosimi tag'asining familiyasi ekan. Ahmadjon boshlang'ich, to'liqsiz o'rta va to'liq o'rta maktablarini tirishib o'qib, a'lo natija bilan bitirdi ekan. Onasi uzun o'tmay vafot bo'ladi ekan. 1932-yili Olmuta shahrida to'liq o'rta maktabni tugatgan yili tag'asi yo'qlang bir jinoyat bilan surgun qilindi ekan. Ahmadjon turmush halakchiligida ma'dakorchilik qiladi ekan. Kuniga 10-12 soatlab qurilishlarda xish ko'tarib, lay to'shib, yuk avtomobillariga yuk qachilab, 18 yoshli qaysar chog'larini eg'ir emgakka sarf qiladi ekan. U ba'zi kunlari kunduzi ishlaganiga qanoat qilmay, kechalari 4-5 soat ishlab, bir sotkada 5-6 soatla uxlaydi ekan. U hozirmi minut bekor turib qolsa qiynaladi ekan. O'rinliq, rohatga berilish uning uchun to'limi yerginishlik ekan. Lekin uning qattiq ishlab pul tepib boy bo'lish niyati yo'q ekan. U inson mushundoq bo'lish kerak degan tushunchada ekan. U keyin Namangonga berib boshlang'ich maktabning o'qituvchisi bo'ladi ekan. Yaxshi ishlab inovat tepib Sagoda, keyin Moskvada o'qiydi ekan. Bu yil 6-oyda cho'chak orqali bu yerga keldi. U Moskvada nima o'qiganligi 1936-yildan 1942-yilgacha bo'lgan 6 yil ichida 5-dan o'tganlar haqida qisqalik qilib, Sovet ittifoqining markazi Moskva shahrida men odam nima uchun yashaydi, kim uchun yashaydi degan savollarga javob topdim. 3 xil odamlar bo'ladi ekan. Bir xillari faqat o'zi uchun yashaydi ekan. Yana bir xillari bir bo'lik odamlar qabila, millat, guruh uchun yashaydi ekan. Oxirgi birlari nihoyat oz bo'ladi ekan. Ular butun insoniyatning baxti uchun yashaydi ekan. Men hozir balki 2-xilga kiraman, lekin nishonim 3-xili. dedi. Bir aynakchi bu xil gaplarni qila olamdi. Bu cho'qim bir sirliq odam deb o'yladi Sadirov. Ular Ahmadjonning kichik dadasi Nasir Kesikchining uyida pat-pat uchrashib turdi. Sadirov mana hozir o'ziga bir mungtishadigan odam izlaganda shu aynakchi yodiga keldi. U kayniga yondi. Nasir Kesikchining uyiga bormoqchi bo'ldi. Lekin kaynimga odam kirib olgan bo'lsa-chu deb o'yladi. U heliqa aynakchiga ziyon yetib kelishidan ansirab qadamini to'xtatdi va maqsadsizla Nurigurt mahallasining 4-ko'chasiga burildi. Ikki tarafi qo'yuq teraklik, ko'chaning pokiz supurilib suv sepilgan. Usti qangaltirliq, darizalari ko'cha qaragan, qapqiliq o'yinlarga kangri ochilgan, sirlangan darvozalardan qarasang, o'yladiki bog' gullar ko'rinib turadigan to'limi chiroyli tatar boylarining uylari uning zavqini qo'zg'aydi. U baylarning uylari oldidan o'tganda darvoza yonidagi bandanglarda o'ltirishgan seriq chash qizlar, mag'rur yigitlar uningga o'z farog'atlarini ko'z-ko'z qilayotgandek ko'rinadi. Shundaq chaqlarda u Turpanning g'arbidagi o'zining to'piliq yezisi. U yerda yalang oyoq yurishgan, badalari qasmoq bolalarni, oftobda ko'yib, qo'rilib ketgan japokash ayollarni ko'z oldiga keltiradi.
Mening xalqim qachonmi turmushning lazzatini ko'ra, deydi u o'z-o'ziga. Shunaqa Sovet ittifoqidagi turmush yaratib berish qo'ydi, o'lib ketsang, o'zingni baxtli hisoblasang bo'ladi. Sadrov! U yonga qaradi. Ko'k darvozaliq Tatar beyning darvoza o'rindiqidan qisqa yanglik ko'nglak kiygan, chiroyli burut qo'yib olgan bir yigit o'r turib uningga qaradi. Hamid! U voleybol o'ynab do'st bo'lgan yigitini ko'rib xushal bo'ldi. Qachon kelding? Ular rus odati bo'yicha yerim quchoqlashib ko'rishdi. Bekormisan? Bizga ta'til, bekorman. Yuramsa. Zayomkada o'ynab kelamiz. Hadik tayyor. Sadrov Hamid bilan billa hovliga kiradi. Hovlining o'ttirisida quduq, salasom bilan to'ralgan bog'. Bog'ning o'ttirisida chiroyli ravaq bor edi. Ravaq ko'k sirlangan, gilam ko'rpalar silingan edi. Bu Aldagorovlarning hovlisi, dedi Hamid ravaqda o'tirgandan keyin Sadrovga choy qo'yib. Bizni qo'g'daydi. Qozon tatarlaridan. Hozir cho'ng mo shu kishi. Oqshom keldim, at ketaman. Kim biladi, tutilib qolamanmi texe? Hozir hukumatga qarshi qo'zg'alganlardan ularni tutadiganlar nachasi ko'p. Bizning bolalar qandaqroq? Gimnaziyadan dastlab 4 bola chiqqan. Shu Nuri boshliq. Hozir ular 14 ketdi. Mingmaraldagi so'qishda 4 yigit qurbon bo'ldi. Ular qurol tutarg'idek bo'ldimi zodi? Hozir hammasi margan, bo'libmi Nuri ko'ziga ilishqanni qo'ymaydi. U hammada yaxshi edi. O she'r yozadi, to'xtamay kitob o'qiydi. Yerga yo'riq tushmasdan o'rinda turib olib, bir chelak so'g'uq suvni beshidan qo'ydi. U Sovurovga taqlid qilmoqda. Eng qiyin, xatarli ishlarga birinchi bo'lib mangadi. Uni asranglar, behuda qurbon bo'lmasin-da. Uni ikki tatar asrayotdi. Buning degani, hadisingil ikki qiz uni talashmoqda. Nilqili qizlarmi? Ya, bilasan, irqi sahroliq Mangbegi takkan Osiyo Obistayning qizlari. Anglaganman. Qizlar qo'g'diy olmaydi. Uni nabud qiladi. Undaq yashab bizga zarur. Bo'libmi hozir? Odamlarimiz ko'paymoqda. Siganchisiga ko'chib yurib jon saqlayapmiz. Men Sovet konsulining mashinasi bilan keldim. Chegraga qurol savdosi bilan berib kelishim. Hal bo'ldimi? 20 tal 5 atar, 10 sanduq, 10 ming qo'yga to'xtadi. Zayomka xatarlik emasmi? Hamma yer xatarlik. Xatardan qo'rqsang, Shingdobanga jasuslik qilsang bo'ladi shu. Jasus ko'payib ketdi. Tangdan to'lasa biz haq. Shundaqlarga mansub, pul tayyorda. Xalqqa yaxshilik qilaman deganlarga kun yo'q. Xoylar e'tiborlar. Bu qandoq jahona? G'ani, Fatih akalar qandoq? G'ani kam, Fatih akam, Akbar akamlar bizning Chapayevlarimiz. Qaram, Margan qo'rqimsiz, lekin ularga to'g'ri yo'l ko'rsatgan Furmanov yo'q. Hozir ularga yo'l ko'rsatgan Kallis Sagak, o'tkir yetakchi kerak. Ko'p ishlarda Nuri aql ko'rsatyapti, lekin u texi yosh, tajribasizda. Hamid adash, men mo xavf ostida qoldim. Gimnaziyada quloqlar paydo bo'lib qoldi. Yaqin o'quvchilarimdan bir nechasini elib, Sovetga qachay deyman. Yoz faslida Zayomkada tomosha qilish g'o'lji yoshlar uchun ko'ngillik moda. Daryo bo'yidagi o'rmonliq, yumshoq chimanlik, orol va o'ynaqshib turgan daryo yoshlarda hissiyot, yoshlik g'urur paydo qiladi. Qiz-yigitlar birga bo'lsa, tabiat qo'zg'agan hissiyot bilan xudini yo'qitib, qalin o'rmonlar orasida yoshlik lazzatiga berilib, bir umrlik tatliq yoki achchiq xotirlarga ega bo'lib qoladi. U yerda qozon esib, naqshsaz, o'yin chaqchaq bilan o'tkazgan bir kunni g'o'lji yoshlari unutilg'isiz xotira sifatida bir umr e'tiborlaydi. Eng ko'ngilli chog'larini tilga olganda Zayomkadagi yeriq chog'a deb Levin tanishib qo'yadi. Bugun tatar Rus qiz-yigitlari garmon chelib, jir-jirlab, pang-pang etiladigan g'o'lji pivisi bilan mast bo'lishib, kiyimlari bilan daryoga sakrishib, o'zib o'ynashdi. Qarang'u tushay deganda yigit qizlar nalargadir jup-jup bo'lib tarqalishdida Hamid bilan Sadrov bayashat dasturxonda yolg'iz qilishdi.
Ketayli, dedi Hamid oxir xafa bo'lib. Meni deb o'yishtirgan o'yin bu, biroq ahvol mana. Sadirov kecha tuzuk uxlay olmadi. Hozirlar darizdan chiroq yo'riq tushadigandak, orqadan askarlar kiradigandek u ansizchilikda uxlay olmadi. Yeridan hiliga sirtqa chiqib ting-tingladi. Nalardadir miltiq etilatdi. Odamlar varqirashatdi, yig'lashatdi. U yerga yo'riq tushmasdan o'quvchilar yotqiga kirib, Seytavaldi Muhammad Yo'ldosh ismli o'quvchilarni uyg'otdi. Biz bugunlar Xonixay mazarga boramiz, dedi u huduqib. Yuringlar, hozirlar o'ymandanga berib, harf o'qishayli. Ko'chalardan askarlar ko'paygan. Nagili qarsan qurolliq askarlar aylanib yurgan. Sadirov ballarni elib, cho'ng ko'cha bilan mangmay maktabning janubiga qaragan yon eshikdan chiqib sayga tushdi. Suni yoqlab do'ng mahallaga berib, say bilan Nag'irchi tarafga mangdi va ikki o'quvchisiga Sizlardan berib harf o'qishib, daryo bo'yiga beringlar. Men sizlarni kiyim bo'yida saqlayman, dedi. O'quvchilar ketgandan keyin u suvni yoqlab, bu tog' suyining Ili daryosi quyiladigan say quyilish deb ataladigan yerga qarab mangdi. Mana tugmanga keldi. Semiz Rosxoton yalang'och bo'lib olib, tushirga ostida sovuq suvda yuvinayotgan ekan. U Sadirovni tunib, "Qachasin, kel, Paul bak", dedi. Paul Pavlovich uning o'g'li. U selisar yigit, voleybol havaskori edi. Sadirov kuchli hujumchi bo'lg'achqa, voleybolchilar ichida hurmati cho'ng edi. Pavel uni nachqatim bu tugman yenidagi uyga boshlab keldi. Pavel oq podsho ofiserining o'g'li bo'lsa-mu, Sovet hukumatiga qoyil edi. U rus adabiyotiga to'limi qiziqadi. Uning uyida Google'dan tartib Fadiyev, Shoxolovlargacha bo'lgan rus yozuvchilarining hammasining kitobi bor edi. Tolstoy bizning tuqqunimiz. Dadam urush va tinchlik romandagi Piloxovdak odam ekan, deb so'z boshlaydi u. Pavel Uyg'urcha, tatarcha so'zlashni yaxshi so'zlaydi. U dadasiga agishib Shinjonga kelguncha nurg'un sargardonlik azobini tortgan. Katoveshi Todov etilgandan keyin tarqilib ketgan Chorosiya askarlari beshidan kechirgan hamma ig'irchiliklarni ko'rgan. Ig'ir kunlarga qolganda doim Uyg'urlarning shafqatiga erishib kelgan. Ular keyin ruslar bilan aralashmas bo'lib olib, Uyg'urlar bilan birga yashagan. Oxiri nag'irchilik taranchilarining tugmaniga ishlab yurib, mushu ikki tashliq tugmanga ega bo'lib olgan. G'olji suyi uni baxmoqda. Hozir u xeyli boy. Tugman qish-yoz to'xtamay mang'ashqa kirimi yaxshi. Uning g'oz o'rdaklari Nag'irchi mahallasining bu keng sayliqini egallagan. Nasllik kalollari arg'amoq, xodiklarmi katta. Pavel Vilasov, dedi bosh ko'zi o'ng bo'lib ketgan Pavelni ko'rgan Sadirov xushal bo'lib. "Ishchataq, hamma yerdan tutib boshlandi. Bizni millat sifatida yo'qdigan o'xshaydi bu jallodchingsizay. To'nigan Nag'irchidan 4 odamni tutdi. Bizga 20 xo unselik soldi. 5 kunga ish topshirmasang so'laymiz dedi. Mutaoli xalpat, tipzat xalpat. Abdurib degan kishilarni qo'rqib, chapchal tag'diri qechib ketibdi. Hamma odam qochmoqda", dedi Pavel qo'shimchalab. Xonixay mazarliq ikki o'quvchi o'ymandag'da harviz deb ketdi. Men ularni kiyim bo'yida saqlamoqchi. "Yo'q, bo'lmaydi. Sen uxla bunda. Men ularni topib keladi." Chasaqallari undak oq, terisi qizil qeri Pavel ko'zlarini o'g'lab bolasining uyiga kiradi. Buvay o'ynaqlab turgan to'riq etiga yovidab minib chiqib ketdi. Momayi ho'r chiqib turadigan sut, tuxum va bo'lka kiradi. "Ya Sadirov, dadam bilan opam sizlar Uyg'urlarga bak ish chaqirtdi. Sizlar mehmon do'st, kuyimchan, mehribon xalq. Sizlarni 4 tal Xitoy so'raydi. Ular sizlarning yerga kirib oldi. Yana texi bu yer bizning deydi. Sepilni nemish qo'rg'asga so'qmadan amsa. Shinjon degan so'zning ma'nosi yangi chegara degan gapkan. Sening bo'lsa nemishqa yangi deysan.
General Kalpakovski G'oljin 10 yil so'raganda Nimishq Shinjonga askar kirgizib, hamma yerni besib olib, bu yerda Uyg'ur davlati qurmadi. Sen Stalindan umid kutma. O sizlarga davlat qurib bermaydi, qo'rqidi. O Shangdobanga davlat qurib berishga unimadi, sizlarga unamdi, unimaydi. Xalq zulmda qutulsa, bu yerda sotsializm bo'lsa men rozi. Rost degandek, Qeri Pavel Muhammad yo'ldosh bilan Setibaldini tepib keldi. Bovoyi oldirab Deshlo harvisini qo'shdi. U Jag'istaydan bug'doy akalmoqchi. Mana uch yigit uning yordamchilarimiş. Deshlo kema bo'yiga kelganda saqchilar ularni to'sadi. Kiyimlariga un chechib olgan uch yigit mishkaplar ustida yenicha yotadi. Bovoyi saqchilarga Shindobanga 20 xo un beradi. Men Nojag'istondan bug'doy akeladi. Unda arzon, dedi. Saqchilar harvini odamlarni oqtirdi. Sadrov dakki-dukkida ansirab o'ltirdi. Oxiri Deshlo kemaga chiqdi. Kema arg'amchilari bo'shtilib, qirg'oqdan qo'zg'alib 10 metrdek mang'andan keyin yenidagi hamrohlarini chin quchoqlab, birinchi darvozadan salomat chiqdi, dedi. Daryoning o'ttirsig'i kelganda o'ynaqshib do'lqin yasab eqiyotgan ulug' suvga qarab, daryo bilan solda eqib balqash ko'liga borsa kishi, dedi Muhammad yo'ldosh. Apandim, siz u yoqqa ketishni orzu qilamsiz? deb so'raydi. Sadrov asta beshini lingshitib, turg'udak yer qolmadi. Turpandan borgan sir yiroqlab ketyapman. Hay, esi, Turpanda bundaq ulug' suvni bir umr ko'rolmaydigan bicharalar nihoyat ko'p, deb qo'ydi. Men ketaman, dedi Muhammad yo'ldosh. Nimishqa? Dadam o'ylab qo'yman deb. Xotinda qo'rqadigan birinchi qo'rqoq, dedi Setivaldi. Men unda qomat kelsa ketmaydim. Senmi ketmoqchimi? Sizlardan ayrila olmayman. Bizning uy chosiga yaqin. Birdamli chegirdan o'tib keta olamiz. Sadrov bir jup qora arg'amoqqa tikilib o'tirgan oppoq soqol o'risini sharat qilib qo'yib, "Pa, qaranglar, chapchal sepilni", dedi. "Olt sumi sepili." Harva sepil sirti bilan janobqa oldida ko'rinib turgan oppoq qarliq cho'qinlari attiganlik kun nurida chaqnab turadigan taqqa qarab yengil taraqlab to'p to'zitib yurib ketdi. Mana cheksiz benamlik. Bal xalqi bu yerlarga ochliq terib, Xudoning iltifoti bilan tashqi chash, baxtingdan ko'r deb yashaydi. Yomg'ir yoqqan yillari shenga tog'arlab usul topshirdi. Qurg'oqchilik bo'lsa, dam turmoq samanmi yo'q. Bu yil ho'l yig'in yaxshi. Bug'doylarni taxti bo'lay debdi. Dehqon kuladigan yerkan. Biroq yo'l birda o'rigan, ba'zida pastga mang'digan qilgan bilan Ili daryo bo'yidan tog' qaptiliq qarab o'rilmoqda edi. Shunga otlar tarlab, atdiganki o'ynaqlashlari yo'qitib, so'zilib tasdi qatirab mangmoqda edi. Qeri Pavel qamchisini havoda o'ynatib qo'yatdi. Kun peshindan o'tganda Harva g'arbga burildi. Muhammad yo'ldoshning uyi tövanda edi. Oxir ular yop-yeshil qaptallardan o'tib tuzanglikka chiqdi. U yerda mahalla bor edi. Muhammad yo'ldoshning dadasi balasining mehmonlariga qo'y so'ydi. U to'limi ittik so'zlaydigan, ovqat ahvoli xeyli yaxshi odam ekan. Ular ozoda taranchi uyda xotirjam uxlashdi. Atdiganligi Rosboy ular bilan xo'shlashdi. Yo'ldosh boy uningga 2 tag'ari bug'doy besib berdi. Uning bilan do'stishib qoldi. Ular o'g'illigi yayloqqa chiqamiz deb uydan xo'shlashib chiqib, Setivaldining uyiga keldi. Bu uy Xonixay mazarga ham chegaraga yaqin edi. Ular kunduzi Xonixay mazarga, u yerdan Yusuf Sakkaki mazarga bordi. Ular Xonixay g'o'la atrofidagi do'ng mahalla, Dolata, Cho'ng Bug'ra, Kichik Bug'ra, Sopun buloq, Tevilg'i mahalla qatorliq Xonixay yezillarini orladi. Bu joyni Rossiya bo'lib olgandan keyin qadimiy yurtni obod qilish uchun G'o'lji shahri, Ari O'stan, Jag'istay,
Yarkent, G'aljatlardan 14 uylik kishi mazar atrofiga uy joy selib, dehqonchilik qilib bu yerni obod qilishga boshlagan. 1937-yilgacha bu yerga 300 uylikdan jiq Uyg'ur ko'chib kelib, mazarni obod qilishgan. Mana hozir Shingdoban bu yerdagi odamlarni xatarlik hisoblab, tarqoqlashtirib, Tekaz, Mo'ng'ulko'ra va G'o'ljiga ketkizib etishga buyruq bergan. Setvaldining dadasidan bu gapni anglab, Sadirov qattiq g'azablanib, "O'z yurtini gullantirish huquqim yo'qmikan xalqimizning, ha?" dedi. Ular Xonixay mazarga keldi. Dengi joylashgan bu mazarning shayxi ularni xushal kutib oldi. Üstü çedir şəkildə yasalğan mazarның tamları tik bulan şəkildə olub, çedirçi üstüdəki rəngli kahişlər rəngi və şəklini ilham yo'qatmagan idi. Mazarның janubga qaragan eshigidin kirib, Sadirovlar tamğa yozilgan ziyorat xotiralarini o'qidi. Mana bir she'r. Xonixay mazariga men zor edim. Kim ziyorat aylisi men yor edim. Yusuf Sakkoki qizil gul bo'lsa, men go'yoki bulbuli shaydo edim. Yusuf Sakkoki mazrimi bu? Biz 3 avlod mush mazarning shayxi, dedi uzun oqishdan oq ko'ylak kiygan charsaqal shayx. Ata bovullarimizdan tortib bu mazarni Mavlona Sakkokining mazri deb tunib kelyapmiz. Sakkoki kim? Apandim, salomat gapsiz, dedi mazarga kirib kelgan gavdilik charsaqal odam qaqoqlab kulib. Men sizga so'zlab beray. Assalomu alaykum, dedi Sadirov kayniga burilib. Mutaoli xalqtim, sizmi bu yerga kelgankansiz? Ular ko'rishdi. Xalqtim saqalni siypab qo'yib, to'limi vasvas ichida kun ko'ryapmiz. Bu yerdagi xalqimizni qo'g'labdi deb anglab, hol so'rab kelib edik. Ko'rmamsiz apandim. O'z yerdan qo'g'landi degan jazodimmi qattiq jazo bo'lamdi. Biz haq jazo olmish qilib yaralganmi? Mavlona Yusuf Sakkokimi jazolangan. Hamma uning og'zi qarabla qoldi. U so'zladi. Baya siz o'qigan she'rni ma'rifatparvar shoir Nasuha Damullam 1920-yili bu mazarni ziyorat qilganda yezib qoldirgan. U kishi oldirmay tarix so'zladi. Chingizxon umrining oxirgi yillarida qo'l ostidagi yerlarni 4 o'g'liga bo'lib bergan. Ikkinchi o'g'li Chag'atoyga sharq tarafdan Ili daryosi vodisigacha, janub tarafdan hozirgi Qori shahrining g'arbidagi rayonlar, g'arb tarafdan to Omu daryosigacha bo'lgan joylarni bo'lib bergan. Bu joylardagi Uyg'urlar xeyli yuqori madaniyatga ega edi. Mavlona Yusuf Sakkoki oshu madaniyatning vakillaridan edi. U kishi 1160-yili tug'ilib, 1229 yoshida 69 yoshida vafot bo'lgan. U kishi bilimli odam edi. U zotning Miftohil Ulum degan asri menda bor. Bu gapning ma'nosi ilmlar oshquchi degan bo'ladi. Chag'atoy u zotning bilimli odam ekanligini bilgandan keyin o'z ordisiga chaqirtib kelib, ilmiy maslahat qilib olgan. Bu ish ordidagi mansabdorlarning hasadxo'rligini qo'zg'agan. Obul G'ozi Bahodirxon degan olim Shajari Turk nomli asrning 5-bobida bu to'g'riliq mundoq yozgan. Mulla Sakkoki degan zot xonning maslahatchisi edi. Chag'atoy xonning bir vaziri bo'lib, u Sakkokiga dushman edi. U bir kuni fursat tepib Sakkokini xonga yomon ko'rsatib, zindonga so'latdi. Xudodan taqdir erishib, u shu zindonda vafot bo'ldi. Mirza Muhammad Haydar Tarixi Rashidi degan asrda Sakkokini tilga olgan, ham uning mazri mushu Xonixay mazri ekanligini ko'rsatgan. U zotning deyishicha bu yer o'z vaqtida shahar ekan.
aholisi Uyg'ur ekan. Jamol Qarshi nomli olimimizmi Sakkoki vafotidan 1 yil keyin, ya'ni 1230-yili Olmaliqda tug'ilgan. 1315-yili vafot bo'lgan. U kishimi til, mantiqa va boshqa ilmlarda yetilgan zot edi. Balalarim, bu vodida ajoyib odamlar o'tgan. Biz Uyg'urlar nihoyat uzun yillardan beri mush yerda yashab, mush yer uchun qon to'kib kelgan. Bu yer bizning ona yurtimiz. Bugun Jallatshimiz say bizning yashash huquqimizni tortib oldi. Ona yurtimizni bizning go'rimiz qilmoqchi bo'lyapti. Biz hamma odam buni tushundik. Tushungankanmiz, ona yurtimiz uchun jonni ayamay, o'zimizning inson ekanligimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Sadirov gerçi bu kishini Uyg'ur uyushmasida nurg'un ko'rgan, so'zlashgan bo'lsa-mu, lekin uning hozirgidek hayajonlanganini zodila ko'rmagan edi. Sizlarni yayloqda deb anglagan edik. Yayloq ana, avu Mo'ng'ul kuragi oshadigan qorliq davonning ostida. Biz doim birga istiqomat qilib sirdishadiganlar yayloqqa chiqdik. Anvar Musaboyev, Rahimjon, Elixon To'ra degan bir zot, zerib qarojimlarmi bor. Berib 2-3 kun o'ynab kelmamsiz afandim. Men mu'at taqi chiqaman. Buni 2 o'quvchi bilan, dedi Sadirov. Kelgusida yana ham suhbat bo'lamiz. Sizdan jiq bilim o'rgandik. Rahmat xalpitim. U xalpitim degan so'zni alohida ta'kidladi. Xalpitimni qo'ltiqidan yulab, yo'rg'isiga mindirdi. U kishi bilan birga kelgan odamlar bilan yo'qirlab yurib ketdi. Sadirov xuddi mangulik xo'shlashgandek, dastlab turgan go'zal tuproqni ikkinchi qatim ko'rolmaydigandek eg'ir uh tortib beshini chayqadi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinesidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutun bil. Bilqut xazinesi.